Başa sal ko'taring. Nafas olib chiqaring. Yana. Yana. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun rejada ikkita rinoplastika operatsiyasini planlashtirganmiz. Hozir birinchisini tayyorgarlik qilib turibmiz. Bu operatsiyamiz nosi bilan farq etadi. Bu operatsiyamiz funksional talab bilan qilinyapti, ya'ni bemorimizda nafas olgan vaqtida klapan mexanizmi bo'lib, tashqi klapan burun nozdrilarni to'liq yopadi. Ya'ni qanotlar, burun qanotlarining kuchsizligi sababli klapan hosil bo'lgan. Xudo xolasa klapanlarni bartaraf qilib, burun qanotlarini opora funksiyasini tiklab va bundan tashqari burunning tashqi ko'rinishiga ham ozgina ishlov berib, rinoplastika, septoplastika operatsiyalarini o'tkazamiz. Xudo xolasa bemorimiz ham burundan yaxshi nafas oladilar va burunning tashqi ko'rinishlaridan xursand bo'ladilar degan niyatdamiz. Natijalarni bo'lashib boramiz, bizani kuzatib boring.